Mana endi boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Mana men Minecraftdaman. Taniysizlarmi yo'qmi bilmadim, ba'zilar taniydi. Yomg'ir yog'yaptimi? Xo'sh, mana bu yerda choy ichadigan joy, mana o'g'otlarim bor. Mana ko'rib turganinglardek hozir 3-qavatga chiqamiz va mana 3-qavat. Mana bu yerda mazza qilib tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Mana bu yerda choy ichib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda tushib bo'lmayapti-ku bunda. Sizlarda ham mana shunaqa bo'ladimi? Mana shunaqa chiqayotganda tushayotganda o'rnatib qo'ysanglar mashina. Hop, lekin mashinasi yo'q-da. Liftga o'xshaydi. Yomg'ir yoqqani buni narsalarimni kiyib chiqyapman. Hozir kiyib chiqaman-da mana. Xo'sh, olamiz. Buni esa joyiga qo'yib qo'yamiz. Hop. Endi bularni kiyib olsak. Ana kiyib oldim. Endi chiqib ketaveramiz. O'rtog'im keldimikin? Bilmadim yana. Ketdi-ku. Qalaysan o'rtoq? Yaxshimisan? Qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Yigit topmadingmi hali? Ha, bo'pti. Xo'sh, uyga kirib ketamiz. Ochib meni uxlagim kelyapti. To'xtab turinglar-da, bitta narsa qolaydi. Xo'sh.